Endi bu ig'iz purash nihoyatda bak sat ish. Endi bu ig'iz purash balkim o'sha odamning ig'izniki purg'anligini balkim o'zi his qilolmaydi. Buni bilak odam biladi. Udulda turgan odam biladi. Er kishi ayol kishiniki ig'izi purasi yaqin kelganmaydigan, bibisiga yaqin kelganmaydigan hamma odam biladi. Ko'ngil elishi tu ig'iz purgan odamning. Endi bu ig'iz purash zodi nima sababdan kelib chiqadi? Men doim tishimni cho'tqilayman. Kunda 2 vaqt, 3 vaqt tishimni cho'tqilayman. Degan bilanmi yana ig'iz purayotgan ahvol. Bu sababi zodi nima? Birinchidan ig'iz bo'shligingizdagi har xil kasalliklar sababidan ig'izingiz purgan bo'lishi mumkin. Samsoq yesak, samsoq puraytmaz. Aroq ichgan bo'lsak, aroq tamok chekkan bo'lsak, tamaki puraytmiz. Uningdan bilak yana oshqozon, o't qatorli kasalliklarda, a'zolarda kasallik bo'lgan chog'da ig'iz puraydi. Oshqozon kasalliklari emasdanki, o'tdagi har xil kasalliklarda ig'iz puraydi. Diabet kesili bo'lgan odamlarda nima puraydi bilamizlar? Sesib qolgan olma puraydi ig'izi. Öpkü raki gripta olan adamın nima qanday puraydi desak, shu kigizni ko'ydagan chog'da chiqqan bir xil istim puraqda puraydi. Endi shuni bu puraqning o'zi ig'izining o'zidan purgan bo'lsa, ig'iz tozalaganlarga ahamiyat bersanglar bu to. Oshqozon 3 oy o'tdagi masalalar bo'lgan bo'lsa, hazmni yaxshilaydigan, ishtahani ochadigan, metabolizmni yaxshilaydigan dori darmaklarni iste'mol qilsanglar bu to. Endi o'sha diabet kasalligiga o'xshash sesi qolmadi puraydigan, öpkü rakı ulap kalıp kigizni koydagandek yoki bo'lmasa ses yerin puraydigan bunday ahvol ulap qolsa, buni vaqtida to'xtatib berishinglar kerak. Ben aldın qatimma maxsus puroq to'g'risida bir zo'pin chiqargan, bilmaganlar vaqtida mushuni ko'rib, qaytadan mush ig'iz purash yoki bo'lmasa badan purash jihatdagi bilimlarni cho'nqurlashtirib olsanglar degan umidda.